Ko'pchilik pul topish uchun juda ham bir o'tkir miya kerak deb o'ylaydi. Juda ham katta bir aql egasi bo'lish kerak deb. Kelinglar mana sizlarga hozir ko'p pul topish uchun katta aql kerak emasligini isbotlab berishga harakat qilaman. Juda ham ko'p bilim shart emas pul topish uchun o'rtoqlar. Bir ozgina fantaziya kerak, ozgina fantaziya kerak. Endi buni ham rivojlantirish kerak, uni ham mashq qilish kerak. Lekin juda bir katta IQ egasi bo'lish shart emas. Keyingi storieslarda buni sizlarga isbotlab berishga harakat qilaman. Keyingi storieslarni kuzatinglar. Men bir intervyu ko'rib qoldim o'rtoqlar. Dutni intervyusi aynan sun'iy intellekt haqida. Mana shu sun'iy intellekt asosan o'sha sun'iy intellekt orqali onkologik kasalliklarni, ya'ni o'sha rak kasalliklarini aniqlovchi va uni tuzatishga yordam beruvchi vositalar haqida ketgan. Xullas o'rtoqlar, intervyuni ko'rgandan keyin rostdan ham muammo global rak kasalligiga davo topilgani yo'q deb keyin ChatGPT ga savol berdim. Menga $5 kam bo'lgan top 10 ta kompaniyani chiqarib bergan, onkologik kasalliklarni o'sha uchun dori ishlab chiqaradigan kompaniyalarning ro'yxatini chiqarib bergan deb yozdim ChatGPT ga prosta. Qaysi kompaniyalarni? Tasavvur qilsam, prosta intervyu ko'rib turibman, ideya kelib qoldi. Va buni yozdim. ChatGPT menga ro'yxat chiqarib berdi. Hozir men sizlarga o'sha ro'yxatni tashlayman, keyin undan keyin rasmda qiziq narsani ko'rsataman sizlarga. Ro'yxat ko'rdinglar, 5 ta kompaniya. Keyin mana shu 5 ta kompaniyani men texnik endi qaranglar, mana endi texnik bilimim bor, ya'ni klassik targovlik bo'yicha aksiyalarda texnik bilimdan foydalanishga harakat qildim. И mana shu 5 ta kompaniyani shunchaki chuqur o'rganmadim, shunchaki texnik tahlilga tushirdim o'rtoqlar. Qaysidir birida texnik tasdiqdormikan sotib olish uchun kompaniyani, masalan, spotda sotib olish uchun masalan. Chunki aksiya kompaniya arzon narxi, ya'ni $5 dan kam deb. Ya'ni hamma uchun dostupniy degani, sizlar uchun ham dostupniy. Sizlar ham sotib olishingiz mumkin degani bu degani. Va juda ham bir ajoyib texnik holatga ko'zim tushdi birinchi kompaniyaga. Va mana shu texnik holatni men sizlarga hozir ko'rsataman. Xo'p, demak, o'rtoqlar, mana 8-sentyabrda bu sentyabr boshlarida edi. Mana shunaqa texnik tahlilga guvoh bo'ldim. Juda ham kuchli narxdan keyin o'rtoqlar bayroq modeli va proboy mana shu holatda o'rtoqlar men aksiyani sotib oldim. Bir $100,000 ga mana shu aksiyani sotib oldim. $100,000 ga o'rtoqlar mana shu yerda. Mana narxini ko'rib turibsizlar, $2 dan o'sha paytda atrofda kompaniya narxini sotib oldim va o'rtoqlar qaranglar, kompaniyaning narxi hozir 50% dan oshdi. O'sha sotib olingandan beri o'rtoqlar deyarli 60% ga teng. Ko'rasizlar, deyarli 60% o'sdi. Endi ichinglarda hozir berilgan savol. Endi o'tib bo'lgandan keyin ishonsondek oldinroq aytmaysanmi deydigan odamlar diqqatiga keyingi stories ko'ringlar-da. O'rtoqlar, diqqat. Mana o'sha g'oya mana 8-sentyabr kuni publishniy kanalda berilgan o'rtoqlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana o'sha g'oya o'sha payti. Ya'ni o'sha liniyani buzilishi bilan o'rtoqlar ideya berilgan. Ko'ryapsizlarmi? Cho'tki stop, korotkий, qisqa o'rtoqlar, ko'ryapsizlarmi? Yarim sentdan ham kam risk bilan o'rtoqlar mana shunaqa daromad qilingan. Mana sizlarga o'rtoqlar final. Ko'ryapsizlarmi? Vaqtida berilgan hammasi cho'tki va sizlarga full tushuntirib berishga harakat qildim. Endi menimcha ayblashga haqqinglar yo'q. Ko'rasizlarmi? Full podacha o'rtoqlar. Qanaqa? Prosta o'tirib ham pul topish mumkin. Ozgina fikrlash kerak. Va storieslarimdan ketma-ketligidan keyin menimcha biroz sizlarda ham qanaqadir qisqa qilib aytganda Telegram kanalimni ko'ringlar shu g'oyani.